bir ish qilmasdan turib qilolmadingizmi, hech bo'lmasa to'g'anoqon bo'lmang. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, gapirsangiz yaxshi gap gapiring, bo'lmasa jim turing. Yomon gap bilan bir kishining ko'nglini og'ritdingizmi, o'zingizni masalangizni hal qo'yasiz, uni emas. Hazrati Navoiy aytadilar, kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay, oncha borkim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Ka'ba kim o'lib olamning qiblasi, qadri yo'q oncha kim ko'ngil Ka'basi. Ko'ngil Ka'basi mana shu biz intiladigan, borib haj qilmoqchi bo'lgan Ka'badan ham ulug'roq turadi. Isbot qayerda desa, bir kuni Payg'ambarimiz alayhisalom Oysha onamizga aytadilar-ki, ey Oysha, hozir istagan savolingizni bering, inshaalloh javob beraman. O'shanda Oysha onamiz, qarang, eshitdim ota-onani hurmatini. Men otamdan bir so'rab kelay dedi. Va otalarning oldiga keladilar-da, otajon, Payg'ambarimiz alayhisalom menga shunday imkoniyat berdilar, nimani so'ray dedi. Va otalari ham Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu juda ham farosatli inson bo'lganlar, buyuk inson bo'lganlar. U kishi zo'r narsani so'rang deb aytadi. Bu-ki Payg'ambarimiz alayhisalom Merojga chiqqanlarida Alloh taolo ko'p sirlarni ochgan. Ayting o'shalardan bittasini, xabarini bersin dedi. Rostdan mana hayotlik chog'larida u bu kimdan topsa bo'ladigan narsa. U joyga hatto Hazrati Jabroil alayhisalom chiqa olmagan narsani so'rayapti. Keyin kelib so'raydilar, so'raganlarida aytadilar-ki, Alloh taolo menga aytdiki, meni nazdimda mo'min musulmon bandamning qalbini darajasi shu qadar ulug'ki, kim u qalbga bir xursandchilik solsa, uni do'zaxga kirgizmayman, jannatga kirgizaman deb aytdi. Oysha onamiz xursand bo'lib ketadilar, kelib otalariga, otajon, shunaqa ekan, kim bir mo'min musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizsa, jannatga kirar ekan deb aytsa, otalari yig'lab yuboradilar. Otajon, bu xush xabar, nimaga yig'layapsiz desa, buni ikkinchi tomoni ham bor. Ikkinchi tomoni, mo'min musulmonning qalbi Alloh taoloning nazdida shu qadar ulug'ki, kimki unga bir xafagarchilik solib qo'yadigan bo'lsa, kimki unga ozor beradigan bo'lsa, do'zaxiy bo'lib ketadi. O'shaning uchun u dunyoda ham, bu dunyoda ham afsus qilib qolishni istamasangiz, tanigan, tanimagan, bilgan, bilmagan odamingiz haqida yomon gaplar tarqatib ularni ko'ngliga ozor bermang.